hisobida turganlari uchun, uchetga olinganlari uchun reimbursatsiya ochildi. Reimbursatsiya bilasizlar, davlat tomonidan beriladigan bepul dori vositalari hisoblanadi. Bu sug'urta bemorlarimizga pul ajratadi. Sug'urta orqali beriladigan dori-darmonlar hisoblanadi. Reimbursatsiya tizimida bir oyda bitta bemorga 4 tagacha dori yozish mumkin. 4 tadan oshiq yozib bo'lmaydi. Keyingi safar har bir oyda u reimbursatsiya ochiladi, u bemorga yozishimiz mumkin. Ortiqcha vaqti kelmagan paytida reimbursatsiyaga dori yoza olmaymiz, bizga ochib ham bermaydi. Mana misol tariqasida reimbursatsiyani ko'ramiz. Yozib berish. Dori yozib berish oynamiz ochildi. Mana yuqorida ko'rishingiz mumkin. Bemorimizni ro'yxatga olganimiz mana E11 va I11 diagnozlari bilan, MKBlar bilan ro'yxatga oldik. Nogironligi bor. Chunki nogironlik belgiladik. Bu anaqaga bemorga ikkinchi guruh nogironi belgiladik. Xo'p, bu tegishli poliklinika, biriktirilgan oilaviy poliklinikasi bo'lgani uchun oilaviy poliklinikasi va brigada nomeri chiqyapti. Agar bu ayol kishi bo'lsa, homilador bo'lsa, bu yerda homilador chiqadi. Lekin bu yerda ayol kishi emas, shuncha homiladorlik chiqmayapti. Salomatlik guruh bo'yi ko'rganingizda 3 deb belgiladik, 3 deb chiqdi. Bemorning tibbiy kartasida ko'rinib turadi. Endi reimbursatsiyaga mana dori yozish yozyapmiz. Bular ham E11 ham I11 da turganlar uchun mana bizga metformin chiqarib beryapti. Sahrning diabet kasalliklari borligi uchun davleniya bilan hisobga olganimiz uchun bisoprolol amlodipinlar chiqarib berdi. Olingan uchetiga qarab, sen reimbursatsiya dori vositalari o'zi avtomat chiqadi. Metformin yozamiz. Ishlab chiqarish shabikli tabletkalarda albatta dozasi 500 bo'lishi mumkin, 1000 bo'lishi mumkin. 500 qabul qilish soni bir kunda bir mahal. Bitta tabletkadan. Qabul qilish usuli og'iz orqali. Qabul qilish davomiyligi 30 kun. Reimbursatsiyada 30 kunga yoziladi dorilar. Xo'p, endi shu yerda eslatib o'tamiz. Bemorimiz voyaga yetmagani uchun bizga mana bu belgilarni beryapti, lekin bu testoviy akkaunt bo'lgani uchun shunaqa yozuv chiqyapti. Lekin uchetga olayotgan odamlarimiz bilasizlar, katta yoshli bo'lishadi, bu yozuv chiqmaydi. Agar o'sha bemorimiz o'zim borib olaman desalar, davom ettirish knopkasini bosamiz. Borib o'zlariga chek printer orqali chiqarib berganimiz talonimizni borib olishlari mumkin aptekadan. O'zim bora olmayman, meni qanaqadir qarindoshim yoki vakilim borib oladi yoki hozir bilasizlar poliklinikada patronaj hamshiralar xizmati juda ham yaxshi rivojlangan. Patronaj hamshira bor uyimga olib borib beradi deydigan bo'lsangiz, yotoqli bemorlar bo'lishi mumkin. Mana bu yerni belgilabganimizdan keyin mana xolasamiz qarindoshi bor bo'lsin. Xolamiz patronaj hamshirasini belgilasak, mana bu yerda hamshiraning familiya ismi chiqib keladi. Mana hamshirani belgiladik, davom ettirishni bosamiz. Davom ettirish bosganimizda mana bu shaklda reimbursatsiya oynamiz ochildi. Saqlash va imzo qo'yishni bosganimizda Dimet Pro mobil ilovamizga shifokorlarda bor bu hammasi kod keladi. Kod kelgandan keyin saqlash va imzoni bosganimizda mana bu oyna ochiladi. Ko'rdingizlar? Bu oyna ochilgandan keyin Dimet Pro ilovasiga keladi. Profilda imzolash kod mana bu yerga kod teriladi. 6 ta raqamdan iborat kod keladi. Imzo qo'yishni bosamiz. Bu retsept bu menda noto'g'ri, hozir o'shancha shunaqa bo'lib keldi. Xo'p, endi shu bemorimizga keling oddiy retsept yozib ko'ramiz. Xo'p, bemorimizga oddiy retsept. Hozir oddiy retsept aytdim-ku boshida Vazirlar Mahkamasining 570-qarori bilan yo'lga qo'yildi. Oddiy retsept ham xuddi shunaqa. Faqat Dimetdan farqlisi, Dimetda 4 tagacha dori yozishimiz mumkin 1 oy ichida, lekin oddiy retsept yozayotganimizda 5 ta dorigacha ham yozishimiz mumkin, lekin o'tda vaqt chegaralanmagan. 1 oy u bo'lsin yoki 1 hafta o'tsin yoki 10 kun o'tsin degan narsa yo'q. 5 ta dorigacha yozishimiz mumkin. Mana bu yerda savdo nomi bilan misol uchun yozishimiz mumkin. Sitramon
mana sitramonni chiqarib beradi. Tabletka ko'rinishidami, misol uchun qanaqadir blister ko'rinishidami, tabletka mana chiqarib berdi. Tanlaymiz. O'zi hammasini beradi. Qabul qilish soni bir kunda bir marta, ikki marta bo'lishi mumkin. Bir marta deyli. Xo'p, bitta tabletkadan mana. Tabletkadan qabul qilish usuli albatta og'iz orqali. Qabul qilish davomiyligi. U o'zingizlar uni belgilaysizlar. 3 kun ichasiz, 4 kun yoki 5 kun ichasiz deyishingiz mumkin. Qabul qilish vaqtini yozamiz. Ertalab 8 da, kechqurun soat misol uchun 16:00 da. Yozib turib, bu yerda ham bemorimiz yosh bola bo'lgani uchun bizda shu yozuv ko'rsatyapti, lekin katta odamlarda bo'lsa, mana patronaj hamshirasini belgilaymiz, lekin bu yerda patronaj hamshira bo'lmaydi, o'zi bo'ladi bemorni. Mana belgiladik. Davom ettirishni bosdik. Davom ettirish bosganimizdan keyin Dimet-Pro mobil ilovamizga retsept imzolash kodini oling degan joyin tugmasini bosamiz. Mana bizga kod keldi. Kod kelgandan keyin imzo qo'yish. Imzo qo'yildik, bu bemorimizga retsept yozildi. Retsept yozilganini qayerdan ko'rishimiz mumkin? Ikki xil usulda ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan mana bemorlarimiz orqali, bemorlar kirganda retseptlar bor. Retseptlarga o'tib turib, buni reimbursatsiya orqali yozilgan dorilarni ko'rishimiz mumkin. Oddiy tugmasiga o'tib, oddiy dorilarni yozilganini ko'rishimiz mumkin. Mana biz bemorimizga dori yozdik. Chop etish tugmasini orqali bemorimizga mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bemalol chop etib berishimiz mumkin. Bu yerda kuniga necha mahal ichishimiz, mana soat nechida nechagacha ichishimiz, necha dona kerakligi va yozib bergan oilaviy shifokorning familiyasi turadi. Bu mana chekimiz 1 oygacha o'z kuchini yo'qotmaydi. Shu orqali chek chiqarib bemorimizga bemalol aptekaga napravit qilishimiz mumkin. Davom etamiz yana shu bemorimiz bilan. Hali ko'rikimiz tugatganimiz yo'q. Bu bemorimizda. Xo'p, bemorimizda misol